2026-yil 22-may kuni do'stlar, hozir sizlarga bitta kechkiroq giloslarni sizlarga obzor qilib o'taman. Yoqsa like bosasizlar. Yana yoqsa bo'lsa podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga bu yil 2026-yilda hamma gilosni shoftollar obzor qilib o'tamiz. Avion ko'rinyaptimi? Chiroyli chiqyapti videoga. Chiroyli chiqish uchun like bosib qo'yinglar. O'zini-o'zi 100% chaynatadi. Tog'li hududlarga mos kelgan nav. Issiq joylarga eksalaring xuddi mashina bo'lib, sal maydaroq, sredniroq bo'lib qoladi. Issiq joylarga eksalaring, buni raqobatdoshi Civitarina, Giant, Nimba, Royalty yo'lab buni to'satdan sindirib yuboradi. Chunki issiq joyda pashti bir 10 kun, 5 kun farq bilan pishadi. Bani ham ko'rsating. Bu giloslarning navini juda ko'pchilik akalar, juda ko'pchilik issiq joylarga ekib olgan, sotishda qiynalyapti, yo bankrot bo'lyapti. Mesela 10 gektar 8 gektar ekkanlar bor do'stlar, pulini chiqara olmaydi yoki qiynalib sotadi. Bozorlarda shunday narsa ekinki, broker akalar kelib turib talamon qilib, talash bo'lsin siz bog'ingiz. Bu navlarda faqat tog'li rayonlarga, misol Toshkentda Parkent, So'qoq, Zarkent, Shampan, Bo'stonliq joylarga eksalaring kalibri yirik bo'ladi, sal kechroq pishadi, yaxshi sotasizlar. O'zini-o'zi 100% chaynatadi, 1 gektariga 15-20 tonnani indamasdan olib qo'yaveradi mana. O'zini-o'zi 100% chaynatadi. Lapes degan giloslarimiz mana. Bilmadim, zo'rodan o'ringda. 20 kilomi, 20 kilodan balandda bu aka, 20 kilodan ko'p. Buni qarang, hammasi shu holatda olgan. Men sizlarga tavsiya qilganim shu xolos. Videomiz agar rostini gapiryapmiz, tog'li joylarga ekiladi deyapmiz. Issiq joylarga eksangiz, dumbay, portlab ketishi mumkin bir narsa. Buni ham ko'rsataylik. Buni qarang. Hammasini ko'taraman hozir. Chiqmaydi shekillikda, og'irligidan ko'tarolmayapti. Ammo kichkinasini oldim. Ko'rinyaptimi aviona chiroyli bo'lib? Mana kichkina 3 yoshli daraxtni ham ko'pgina olib qo'yaveradi. Manalarni ham ko'p. Mana. Lekin mana yaxshi qarasangiz, ichidan yaxshi qarasangiz, zo'r qarab, tog'li hududlarga eksangiz, mana 26-28 kilo ustidan zo'r bo'laveradi. Xullas shu maslahatim akalar, men sizlarga har doim yaxshini tavsiya qilaman. O'shaning uchun bu bog' ekishdan oldin albatta agronomlar bilan maslahatlashib, yeringiz bor ko'rsating, qaysi nav tushadi, joyingiz qanaqa, issiqmi, sovuqmi, yeringizni ko'rib, albatta sizga navlar tanlab beradi. Videomizga bittadan like bosib, gilos bilan boq qilaman va Lapens ko'chatni ekaman degan akalarga javob qo'yasizlar.